Hurmatli vagon nazoratchilar, bugungi texnik mashg'ulotimiz perigruz haqida, peregruzda aniqlash haqida. Sizlar bilan mana bu o'zimizning maxsus shablonimiz bor, perigruzni o'lchash bo'yicha. Bu shablonimizni eng yuqoridagi mana ko'rib turganingizdek yuqorisi 122 mm dan pasti 120 mm bo'ladi. Bunisi 117 mm hisoblanadi. Buni perigruz qo'yib ko'rganimizda nadrisonni balkani bilan qo'yganimizda o'tib ketmaslik kerak. O'tib ketsa 122 mm dan oshgan hisoblanadi. Buni o'lchaymiz, ortiqcha yuk bor hisoblanadi. Shunda biz o'lchaymiz perigruzni maxsus metrimiz yordamida o'lchab ko'ramiz. 122 mm dan 1 mm ochsa 1 tonnadan 3 tonnagacha perigruz hisoblanadi. 122 mm dan perigruz hisoblanadi aslida. Ko'ramiz 123 mm bo'lsa 1 tonnadan 3 tonnagacha. 24 bo'lsa 124 mm bo'lsa 3 tonnadan 5 tonnagacha perigruz hisoblanadi. Shunda perigruzimizni metodimiz yana perigruzni o'lchash yana ikkita usullari bor bizda. Ikkita usuli bo'lib, hamda mamet prujina bilan mamet orasidagi masofani o'lchaymiz. Mana masofadan, qarang, mana masofa bilan mana masofadan o'lchaymiz. 170 mm dan kam bo'lmaslik kerak. 170 mm dan kam bo'lgan holatda perigruz hisoblanadi. Tushunarli hammalarni. Shuni ko'rasizlar, doim mana shu perigruz bo'yicha hozir